Assalamu alaykum Enver efendim. Sizden sualınızga kadar cevap veriş için bu sözünü kaldırdım. İdik Uygur halkını Uyguristan depti. Bunun asası bağımı Uyguristan, yani Uyguristan degen meselege karta sual okşaydı bu. Bu Uygur degen namның ki tarihteki kelip çıkış şekli bilen günümüzdeki siyasi vaziyetimizden yolga çıkıp durup muamele kılıngaçkan urgun ahvalda. Bu yerda bir çoğun hatalık kelip çıkıdı. Bu tarih metodunun, usulunun ki özüge has usulları var, metodları var. Bu yerda şu devirning özüning tarixiy materiallardan çıkıp durup nurg'un metodlar bilen bu akademik bir şekilde, objektif bir şekilde bu narsani tarafsız bir şekilde oturup koyuş gerek. Bu tarihçinin vazifesi bu. Günümüzдің siyasi ahvalidan yolga chiqib masalaga qarasak, ba'zi masalalarni hal qilinmaydi yoki günümüzдің siyasi ahvoli bizni qanchalik darajada to'g'ri shaklda yo'nlantirib turdi masalalarga buni kapolat qilib bo'lmaydi. Shunga men bu yerda demoqchi bo'lgan Uyg'ur so'zi bek ko'pincha vaqtida bu darhol xato tushunilishib biz demagan gapni dedi deb buni ta'tir burmalaydigan ahvollar bo'ldi ekan. Buniga bek hayron qolmayman. Ama şunu kısqılam dep ötsem Uygur degan namның tarixda 4 qitim ishlatilgan davri bor, kengri ishlatilgan davri. Birinchisi Orxun Uygur xonligi davrida bu ism haqiqatan ishlatilgan. İkincisi şu siz ismini atab o'tib ketgan Qo'cho Uygur Idiqut xonligi degan davrda ishlatilgan. Üçüncüsü bu Qo'cho Idiqut Uygur xonligi yemirilgan desakmi to'g'ri bo'lmaydi. Chingizxon imperiyasiga qaytilgan deyli. Chingizxon imperiyasi qaytilgan davrda bu eng ko'p ishlatilgan dunyoga eng mashhur bo'lgan vaqti bu. Uyg'ur degan nomninki eng mashhur bo'lgan vaqti. To'rtinchisi 1955-yili Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni qurilgandan keyingi davr. Dunyoga eng mashhur Uyg'ur degan nomning dunyoga eng yayilgan vaqti bu 4 davr. 1933'ten keyingi 1949 1933 veya ki 1921 Taşkent konferansı bu devredeki işler ayrı bir mesele. Ama o dünyaya şu şekilde taralgan vakti bu. Bunun hemmisi asasen siyasi sebepler var. Bu tötüylesi de siyasi sebep var. Hiçbirisi bizim özümüzdeki bir yerde oturup bir oturup koyup bakkan mesele emas. Dastlabki üçü tarihteki siyasi mesele. Keyinki birisi günümüzdeki siyasi mesele. Şu an bu Uygur degan meselelerge qarta tarixning o'zininki ko'zidan turib javob berishimiz to'g'ri keldi. Şuna şu men bayam degandek Chingizxon imperiyasi davrida bu Uyg'ur degan nom haqiqatan bek kengroq qo'llanilgan. Uyg'urlar o vaqtda Chingizxon imperiyasida, Mo'g'ul imperiyasida bek cho'ng ta'sirga ega. Bu davlat idorasida askariy sohada bek cho'ng ta'sirga ega. Bu Mo'g'ul imperiyasininki davlat tashkilotida Daruga degan bir nima bor, unvon. Yani bir vazife, devlet vazifesi. Bu Darug'alarınki köpüncüsü Türkistan'da. Bu Çağatay Xallıgıdaki Darug'alarının cıqı Uygur yani aynı vaxtda Müslüman bulmagan. Şu Çingizxan qıytılgan Uygur şu yerdeki şu namda atalgan kişiler yani. Bularınki Uygur deb atılışı asasen İslamiyetni kubul kılmaganlık sebepli Uygur bular. Bu bo'lmasa yani Qashqardagi bir kishi bilan Turpandagi yoki Qumbuldagi bir kishi o'xshash tilni o'xshash talaffuzni qo'llandi. Bu dastlabki bu shu nimadan tortib o'xshash. Uningda cho'ng masala yo'q. Bu yer asosiy masala siyosiy jihatni ayirib turayotgan yoki kultur jihatni ayirib turayotgan masala dinning masalasi. Oxirgi davrgacha bu masala bu. Shunga shu Chingizxon imperiyasi davrida bu ism bekrak Uyg'uriston degan ism tarixiy manbalarga kirishga boshladi. Bu nima ishga kirdi deganda Müslüman müelliflerinki Uygurlar yaşayotgan rayonni qalam gelish jarayonida burun o'zining davriga yetib kelgan tarixiy manbalardan yo'lga chiqib turib, ularning yashagan joylarini jug'rafiyalik shaklda ko'rsatib berish uchun Cami Tevarix'ta mesela bu Uygurlar to'g'riliq hali tafsiriy bayon bor. Uning oldidagi davrdagi ba'zi arab sayyohlarninki kitoblaridami Uygurlar to'g'riliq ko'p manbalar bor. Ama Uyg'uriston so'zininki o'tishi bu Cami Tevarix'ta o'tgan shakli bilan keyingi davrlarda manimida Ebul G'azi Bahadirxonninki Shajara-i Turk'ta o'tgan shakli, keyin bizningki yerlik Chag'ataychi asarlarda o'tgan shakli bu asosan
Şu Uygurlarninki Müslüman bolmagan kişilerning, yani şu vaqtdagi şu Uygur deb atalgan kişilerninki yaşagan joylarini ko'rsatib berish uchun bir izohat. Hududul alemdimi mesela bu şu şekilde ko'rsatib berdi. Uygurlarning yerini ko'rsatib berish uchun. Xuddi divan lugati Türk'tüm Uygur deb atab 5 şehri var deb şehirlerin ismini atab o'tganga o'xshash. Bu asosan musulmonlarninki Uygur, yani Müslüman bolmagan şu kişi Uygur deb atalgan şu kişilerninki yaşagan joyiga nisbatan ko'rsatgan usuli. Bunun asas nimesi şu İdiqut Uygur xalqlığının ziminleri yani. Onda desek pek hata bulmaydı. Ama ula üzün Uyguristan deb atandı, yo'q, ula üzün Uyguristan deb atamaydı. Veya ki etrafındaki kişiler ulanı Uyguristan deb atandı, natayın yani. Mesela bir Kaşgar'dan birisi İdiqut xalqlığını oraya Uyguristan deb atışı natayın. Bu stan deb ataş pek kişilik üzününki şu bana dep koyuş bilen mi münasebetlik buluş mümkün. Mesela Divan Lugat Türk'te Kaşgaristan dep mi çıkıyordu mesela. Onun qarsak endi bu bir umumiy atalışdan ziyade ayni vaqt mualliflarniki şu coğrafiyalik rayonlarni chek ve chegarasini sizib berish uchun qo'ygan ism bo'lishi ehtimoli cho'ng. Keyin bu Uygurlarninki tarixini şu Müslüman bo'lmagan Uygurlarning şu davrning o'zidagi tarixini qayta takrorlatish yoki xotirlatish uchun şu coğrafiyalik rayonga qo'yilgan ism endi boshqa tarixchilar tarafidan. Bu 16-17 asrdagi Chagatai kitoblargacha keladi bu ism. Ondan yana isim qo'yish masalasi to'g'riliq so'rab ekansiz. Men buni oldingi qatim bir videoda so'zlab o'tgandim. Bu yerda yana qisqacha ham takrorlab o'tay. İsim qo'yish masalasida bu şu yaylaqdagi ko'chib qo'nib yashaydigan qavmlardan bizga ko'p tarixiy materiallar qolmaganligi uchun biz ularninki şu davrning o'zida qanday atalganligini, davlatning ismininkini ko'pinchisini bilolmaymiz. Bu yerda faqat hukmdorninki ismi veya ki başka bir şekillerde bir yerlerde uchrab qolsa, şunun qarta bir isim qo'yish bu keyingi davrdagi tarixchilar tarafidan qo'yilgan ismlar ko'pinchisi. Bulupmu Çingizhan imperiyasi, yani Moğol imperiyasinin burunqi davlatlarda, qurilgan davlatlarda bu ismninki ko'pinchisini 19 asrda qo'ygan ismlar. Bu masalan Orxun Uygur qag'allig'ining ismi, Köktürk xalqlığının ismi, Qarxanlı xalqlığının ismi degandek ismlar keyingi davrlarda 19 asrda qo'yilgan ismlar bular. Sen Orxun Uygur xalqlığınınki şu vaqtning o'zidagi asli Uygurlarning o'zininki davlatining atashi 9 Oğuzlar deb atalgan ko'pincha manbalarda shunday chiqadi. Köktürk qag'allig'iningki bir qancha yerda uchraydigan narsa Türk Bodun qag'an. Yani Türk Bodun deb ataydi bu yerda. Hunlarninki ismini mu keyingi davrda ko'p talash tortishlar bilan Hun ismi qo'yildi. Uning oldi Shonu deb uzun yil ishlatilib ketdi bu. Keyin 4 asrda tepilgan bir Soğdice tekstdan ularninki Xitoyning Shonu deganining Hun ekanligini, Yevropadagi Hunlar bilan o'xshash ekanligini bilib, aning keyin bularning ismini Hun ekanligini mana bildik. Qarxanlar xalqining ismini bo'lsa, bu unvonlarda ishlatilgan qag'allarning ismiga kelgan Sultan Satiq Qara Bug'roq xon deganda Qara degan ismdan yo'lga chiqib turib, bular o'zininki nemisiga unvonlari Qara degan ismni ishlatibdi. Shunga bularga Qarxoniylar degan ismni bu ruslar bergan ism. Bu shunchalik qisqalamda, chunki qolgan nimalarni men videoda deb o'tgandim. Shunga shunchalik qisqa to'xtalay.